Hozir bizdan hajga borganlar nima qilyapti? Umraga borgan birodarlarimizni qarang ahvollarini. Bu narsadan haqiqatda umrani ham, hajni ham shouga aylantirishyapti. Bu baraka topkunlar. Borayotgan joyimizni oldin tarixini o'rganaylik. Uhud tog'iga boryaptilar. Uhudda nima bo'lgan o'zi? Bu faqat tepalik-ku bu deydi. Borib kelib ko'z-ko'z qilish qaysiroqga to'g'ri keladi. Xudodan qo'rqmaysizlarmi baraka topkunlar? Qilgan ibodating bir tiyin bo'lyapti-ku. Bir kunda 100 marotabaga yaqin telefonimizga qaraymiz. Soat necha bo'ldi? Biror kishi telefon qildimi? Telegramda nima xabar keldi? Instagramda nima gap? O'lim kutilmaganda keladi. Qarabsizki, qiyomat kunida Allohning huzurida turibmiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Bugungi suhbatni qurishga turtki bo'lgan mavzu, men kechagina kunimizda o'qib qoldim. Muftiy hazratlari Nuriddin domlani so'zlarini. Ya'ni umraga borib kelganlar haddan tashqari dabdabaga berilib, riyoga yo'l qo'yayotganlari to'g'risida. Men juda ham ta'sirlandim. Mamlakatimizda necha minglab odamlar Allohning qarzimizni ado qilamiz deb hajga borishadi, umraga borishadi. Birov biladi, birov bilmaydi. Ya'ni o'zi uchun, ibodat uchun borishadi. Lekin ba'zi bir shou biznes vakillari bu narsadan haqiqatda umrani ham, hajni ham shouga aylantirishyapti. Bu baraka topkunlar, hurmatli aziz ukajonlar, qo'shchilik san'atkorlar, qilayotgan ishlaring umuman hech qaysi romga to'g'ri kelmaydi. Sal o'ylab qilmaysizlarmi? To'ylaringni olyapsan, yo'g'izdan tug'ilgan kunlaringni olyapsanlar. Har xil internetga qo'yyapsizlar, maqtanyapsizlar. Bu umra bilan, haj bilan borib kelib ko'z-ko'z qilish qaysi romga to'g'ri keladi? Xudodan qo'rqmaysizlarmi baraka topkunlar? Qilgan ibodating bir tiyin bo'lyapti-ku. Bu nimasi bu? Shu o'rinda ba'zi bir ayniqsa daryoni men o'qib turaman. Daryoni ko'proq madaniyat rukuniga kiraman. Madaniyat rukunida umuman madaniyat to'g'risida gap yo'q. Bu baraka topkunlar, turk aktyorlarining nima kiyim kiyishi, qaysi kinoda o'ynashi, bizni qo'shchilik san'atkorlarimizni otasiga, yo'qsa onasiga umraga nima deydi haligi yo'llanma olib berishi, yo'qsa ularni kelganini kutib olishini ko'rsatish. Bu sizlarga ham vijdoninglar bormi, baraka topkunlar? Undan ko'ra yurtimizda bo'layotgan madaniy voqealarni yoritinglar, baraka topkunlar. Madaniyat xodimlarini viloyat borib, o'sha xalqimizga beminnat qilayotgan xizmatini yoritinglar. Qilayotgan ishinglar to'g'ri deb o'ylaysizlarmi? Odamlarimiz nihoyatda sodda. Falon artist qilibdi, falon shou bizneschiga shu ish qilibdi, men ham qilaman deb o'lib, tirilib, borini butuni hammasini sotib, undan keyin sizlarga o'xshagan bir otasini, onasini umradan kelganini, o'zi hajdan keyin kutib olish qilishyapti. Sizlar o'zingiz bilmagan holatda bularga yomon bir o'rnak ko'rsatyapsizlar. Chunki bizning xalqimiz har doim o'sha san'atkorlarga, xalqimiz ardog'idagi insonlarga taqlid qilib yashagan. Qilayotgan ishlaring umuman to'g'ri kelmaydi. Sal o'ylab qilinglar. Sizdan oldin ham, sizdan keyin ham qanchasi borgan, lekin ular ko'z-ko'z qilayotgani yo'q. Otasini ham yuborgan, onasini ham yuborgan, xolasini ham, ammasini ham, dodasini ham yuborgan, lekin ular ko'z-ko'z qilayotgan joyi yo'q. Alloh rozi bo'lish uchun musulmon bandani oldiga turgan qarzini ado etish uchun borib kelishyapti. Sizlar buni internetga qo'yib, maqtanib, men haqiqatda nihoyatda achindim. Muftiy hazratlarining gaplariga 100% qo'shilaman. Biz qilayotgan ishimiz bilan, yaxshi amalimiz bilan maqtanaylik, baraka topkunlar. Yaxshi amal bilan maqtanaylik. Yaxshi savob ishlarimiz bilan maqtanaylik. Shuning uchun men juda ham iltimos qilardim. Ana shu shou biznesda yurgan qo'shchilik san'atkorlarga sal qadaminglarni o'ylab bosinglar, Allohdan qo'rqinglar. Ertaga nima kutyapti sizlarni? Sog' bo'linglar. Hazrati Usmon radhiyallohu ta'ala anhu ibodatda ham,
taqvoda ham nihoyatda boshqalarga ibrat bo'laydirgan holatda edilar. Haj mavsumi kelsa, hajda bir rakatda o'zida Qur'onni xatm qilar ekanlar. Bir rakatda o'zida. Tasavvur qiling. Haj mavsumida. Undan boshqa vaqtlarda esa juma kuni namozda boshlar ekanlar, payshanba kuni tugatar ekanlar. Bir haftada bir xatm degan namozda, nafil ibodatlarda. Muhtaram azizlar, hozir bizdan hajga borganlar nima qilyapti? Umraga borgan birodarlarimizni qarang ahvollarini. Faqatgina selfiga tushdan boshqa narsaga yaramayapti. Ibodatlar qolib ketyapti. Yotoqxonada, mehmonxonada dam olyapti faqat. Endi hammasi emas. Aksar holat mana shunday bo'lyapti. Qayerga boryapsan? O'zi 10 kunga boryapsan. U g'animat bil. U joylarda sahobalar yurgan, Rasululloh yurgan u joyda. Bir-birini kalaka qilgan, bir-birini mazah qilgan, haqoratlar ham o'sha yerda. Bu yoqda qanday holat bo'lsa, u yoqda ham xuddi shunday davom etilyapti. Yo, inson u joylarni ko'rgandan so'ng boshqa insonga aylanish kerak. O'zini o'nglanish kerak. Alloh menga shu ulug' joylarni nasib qildi. Ota bobolarimiz ko'rmasdan o'tib ketdi. Alloh menga nasib qildi. Ota bobolarimiz nasib qilmagan joyga bizga Alloh nasib qildi, uni qadriga yetishimiz kerak. Imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. U joylarda duolarni qilib olishimiz kerak. Ibodatlarni qilib olishimiz kerak. U joyda o'qilgan 2 rakat namozimizga Alloh boshqa joyda o'qigan namozimizni 100 rakatidan, 1000 rakatidan, 10,000 rakatidan, 100,000 rakatidan ko'proq savobni beradi. U narsalarning qadrini bilishimiz kerak azizlar. Boryapmiz ko'r-ko'rona. Nima qilishni bilmaydi. Borayotgan joyimizni oldin tarixini o'rganaylik. Uhud tog'iga boryaptilar. Uhudda nima bo'lgan o'zi? Bu faqat tepalik-ku bu deydi. Uhudda katta voqealar bo'lgan. Uhudda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kamonchilarga buyurgandilar. Bu tog'ni tark etmaysizlar. Qo'shinda orqasini himoya qilib turasizlar deganlar. Lekin Rasulullohni buyruqlariga itoat qilmagandan so'ng musulmonlar Uhud jangida mag'lubiyatga uchragandilar. O'sha Uhud tog'ida Rasululloh panoh topdilar. Rasulullohning muborak yuzlariga dubulg'alari kirib, yuzlariga jarohat yetkazdi. Muborak tishlari singan u joylarda. U tepalik emas u. U joyda Hazrat Hamza radhiyallohu ta'ala anhu shahid bo'lgan. Ko'plab sahobalar shahid bo'lgan joylar. U faqatgina ekskursiyaga olib chiqqanda tomosha qilaydirgan joy emas. Bizda dinimizni asosi bo'lgan joylar ular. Har bitta holat bizda dinimizni tarixini aytib beradi. Masjidi Quboga olib boriladi. Masjidi Qubo qanday joy? Islom tarixidagi birinchi masjid. Umraga borayotgan akalarimiz, ukalarimiz borishdan oldin Madinani tarixini o'rganaylik. Ka'bani tarixini o'rganaylik. Makkani tarixini o'rganaylik. Mana shunda qilgan ibodatingizdan lazzat hosil qilasiz. Maza qilasiz, rohatlanasiz. O'zimizni o'nglashimiz kerak azizlar. Ko'r-ko'rona ibodatlar, ko'r-ko'rona ziyoratlar insonga manfaat yetkazmaydi. Uni his qilmaymiz. Lazzatini tuya olmaymiz u narsani. Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Hubbiba ilayya min ad-dunya thalath." Dunyodan menga 3 ta narsa sevimli qilindi. Yaxshi ko'raman 3 ta narsani dunyoda deydilar. Birinchisi deydilar, ishba'ul jav'an. Och insonlarni to'ydirishni yaxshi ko'raman deydilar. Ikkinchisi deydilar, va kiswatul uryan. Yalang'och bo'lgan kishilarni kiyintirishni yaxshi ko'raman. Va uchinchisi deydilar, tilovatul Qur'on. Qur'onni tilovat qilishlikni yaxshi ko'raman. Va aytadilarki, men biror kunimni Allohning bu ahdiga qaramasdan o'tkazishimni yoqtirmayman deydilar. Ya'ni Qur'onga har kunimda
Qur'onga bo'lgan nasiba bor. Muhtaram azizlar, bir kunda 100 marotabaga yaqin telefonimizga qaraymiz. Soat necha bo'ldi? Biror kishi telefon qildimi? Telegramda nima xabar keldi? Instagramda nima gap? Bir necha marotaba qaraymiz. Lekin bir kunda necha marta Qur'onga qarayapmiz? Oylab o'tib ketadi. Yillar o'tib ketadi. Qur'onimiz o'sha joyda ilingan, g'ilofga o'ralgan holatda turadi. Hattoki ba'zilarimiz Qur'on o'qishlikda harakatini ham qilmaymiz-da. Kunimiz o'tib boryapti. Yana nima deb qo'yadi? Bu yil Ramazon yomon tez o'tib ketib qoldi. Kunlar tez o'tyapti, lekin bu kunlardan biz unumli foydalanishimiz kerak. Al-vaqtu kas-sayf. Vaqt qilich kabidir dedilar. In qata'ta qata'tahu fa in lam taqta qata'aka. Agar sen uni kessang, kesib qolding, bo'lmasa u seni kesib tashlaydi. Vaqtimiz behuda ketib qolyapti. Bir oyda bitta harf o'rganaylik. Bitta harfni o'rganaylik. 2 yilda yaxshigina Qur'onxon bo'lib qolamiz. Shu darajada ishimiz ko'p bo'lsa, shu darajada vaqtimiz bo'lmasa, bir oyda bitta harf o'rganaylik. Himmatimizni baland qilaylik. Buni jamoatimizda Abdurauf Hojiboy borlar. Qur'on o'qishni o'rganganlarga hech qancha bo'lgan yo'q. Mana alhamdulillah o'zlariga vazifa qilib olib, men Qur'onni yodlashga kirishaman deyaptilar. Baqara surasini bir porasini yodlab qo'ydilar. 73 ga kirgan shu odam. Nima uchun biz shu insonlarda g'ayrat qilmaymiz? Vaqt ajratsak bo'ladi. Uyquni sal kamaytirishimiz kerak. Behuda suhbatlarimizni kamaytirishimiz kerak. Bularda hammasi bizning foydamiz uchun bo'ladi. O'tirishlarimizni yig'ishtirishimiz kerak. Bitta o'tirishga borsangiz 3 soat, 4 soat behuda gap bilan o'tib ketib qoladi. Agar biz vaqtimizni tartibga olmaydirgan bo'lsak, mana shunday kunimiz tez o'tib ketaveradi, biz afsuslanib qolaveramiz. So'nggi pushaymon o'zingga dushman bo'ladi. O'lim kutilmaganda keladi. Qarabsizki, qiyomat kunida Allohning huzurida turibmiz. Alloh bizga shuncha umrni berdi, shuncha imkoniyatni berdi, aqlni, zakovatni berdi. 100 yil oldin orqaga qaytaylik. Ularda bu imkoniyatlar bo'lmagan. Hozir Qur'on o'qishni o'rganaman degan inson uchun yetarlicha oshig'i bilan imkoniyatlar bor. Bu ne'matlardan foydalanmasak, summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im deydi Alloh. Qiyomat kunida har bir ne'matdan so'ralasiz deydi. Bularda hammasi siz va biz uchun ne'mat. Alloh bu ne'matlardan unumli foydalanishligimizni Alloh nasib aylasin. Alloh haq subhanahu va taolo mana shunday ulug' zotlarga ergashgan holatda hayotimizda ham tartibli qilib, intizomli qilib, xayrda, saxovatda, ibodatda har bir sohasidan Parvardigor nasibador bo'lib bormoqligimizni Alloh nasib aylasin. Alloh haq subhanahu va taolo mana shunday ulug' zotlarga ergashishligimizni hammamizga nasib aylagin. Farzandu zurriyotlarimizni iymonda, e'tiqodda, ilmda, taqvoda mana shunday ulug' zotlarga ergashmoqliklarini o'zing nasib aylagin. Parvardigor, oilada bizlarga taqvoni bergin. Ibodatda, oilada rahbar bo'lishligimizni Alloh nasib aylagin. Farzandu zurriyotlarimizni Parvardigor mana shunday yaxshilikda bizlarga ergashmoqliklarini nasib ayla. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayr bi rahmatika ya arhamar rohim.